Allo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bugungi tug'ilgan kun egasi Zamiraxon opamiz bilan bog'landikmi? Ha, ha. Opajonim, yaxshimisiz? Sog'u salomatmisiz? Allohga shukr, rahmat. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Sizni bemavrid bezovta qilib qo'ymadikmi? Rahmat. Yo'q, rahmat. Salomat bo'ling opajonim. Sizni ayni damda tug'ilgan kun tabriklari loyihasidan bezovta qilmoqdamiz. Rahmat. Avvalambor bugungi ajoyib kun Rasulimizga chin umid bo'lgan shukronalik, shodiyonalik kuningiz. Qarshi olgan yana bir bahoringiz bilan samimiy muborakbod etamiz opajonim. Rahmat katta. Salomat bo'ling. Qarshi olgan yoshingizga ko'p bora yoshlar qo'shilsin deb qolamiz. Unutilmas go'zal ayyomingiz munosabatiyle bizning qo'ng'iroq loyihamizga yaqinlaringiz ishtirok etib, o'zlarining judayam chiroyli va samimiy bo'lgan tabriknomalarni yo'llab qolishgan. Taxmin qilib ko'rasizmi, ushbu samimiy insonlar sizni juda ham yaxshi ko'rib, boringizga shukurlar deya ta'rif bergan mehribonlaringiz orasidan aynan qay birlari bo'lishlari mumkin? Bu meni albatta sevimli dukanam. Bundan kutaman bu tabrikni. Hammadan ham kutaman, lekin go'zal dukanam bu meni. Ismlari? Bu shoira. Albatta opajonim, taxminlarda aslo adashmadingiz. Bizning tug'ilgan kun tabriklari loyihamizga sizni juda ham yaxshi ko'rishlarini va hurmat qilishlarini takror aytib o'tgan mehribon dugonangiz Shoiraxon opa tomonidan yetib kelgan ekan. Boringlar shukur, shoira chiqqan, rahmat. Boringlar shukur sani chiqqanim. Seni yaxshi ko'raman, dim. Opajonim, endi ijozat bersangiz, dugonangiz tomonidan yetib kelgan samimiy dilnomalarni siz tomon o'qib eshitirsam maylimi? Mayli, rahmat. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Men uchun qadrli, Alloh uchun suyukli, oilasi uchun mehribon, yaqinlariga kerak bo'lgan qadrdonim, dugonajonim. Bugungi Allohimga banda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga chin umid bo'lgan shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Ilohim bunday yoshlarni ko'pini ko'rib yuring, shirin joningiz hech qachon og'rimasin. Allohim yomon ko'zlardan asrasin, dunyo tirgincha tiring. Sizni juda yaxshi ko'raman. Hamisha siz uchun duodaman. Allohim qalbingizga xursandchilik kirgizsin, mushkullaringizni oson, hojatlaringizni ravon qilib, o'ylagan, so'ragan niyatlaringizni xayrlisiga Allohim bemashaqqat qilib yetkazsin. O'ylaganingizdan, so'raganingizdan ziyoda qilib bersin ilohim. Alloh o'zi rozi bo'ladigan amallar bilan mashg'ul qilib qo'ysin. Hamisha aziz boshingiz omon bo'lsin. Qalbingizga yashirib qo'ygan shirin orzu maqsadlaringiz sari Allohim bekamikos erishtirsin. O'zi suygan bandalari qatorida baxti butun insonlar safida qilsin. Hamisha shunday mehr oqibat, o'zaro hurmat tuyg'ularimizga aslo ko'zu nazarlar tegmasin. Doimo o'zingizni men va barcha yaqinlar uchun asrab avaylang. Bunday yoshlarni ko'pini ko'rib yuring. Kelasi shukronalik kunlaringizda barcha yaqinlaringiz bilan muborak Ka'batulloh atrofida ibodatlarda bo'lish nasib etsin. Allohimdan siz va barcha oila a'zolaringiz uchun ijobat bo'ladigan duo, hisob kitob qilinmaydigan rizq, yopib qo'yilmaydigan jannat eshiklarini so'rab qolaman. Hamisha baxtimizga sog'-u salomat bo'ling. Sizday dugonajonim borligidan faxrlanaman. Qalbingiz hayot baxsh nurlarga to'lsin. Umr yo'llaringiz gullarga to'lsin. Sizni tark etmasin mudom baxt, omad, tavallud kuningiz muborak bo'lsin deya mana shunday chiroyli va samimiy bo'lgan tabriknomalarga dugonajoningiz Shoiraxon opa yakun yasagan ekanlar. Rahmat.
Maylimi, men hem şairaga tileklerim aytsam. Bemalol opajonim. Hayratçıkan, rahmet, güzel tilekler için. Hayatımda barlığın için rahmet diyorum. Sen dım yaxşı göremem. Senin ballarını baktına sağ salamet ol. Hemişe oynap kirgirgeyiniz bir katarda. Başka düğünelerim silenem yaxşı göremem. Barın bit geçkin. Hayratçıkanım çok rahmet. Assalomu aytib Güzel bo'ling çıkarım opajonim. Hamisha mana shunday mehr oqibatlaringizga aslo ko'z nazarlar tegmasin. Shirin tashvishlaru baxtli lahzalar hech qachon tark etmasin. Yaqinlar, oila a'zolari uchun o'zingizni ehtiyot qiling. Qimmatli vaqtingizni ayamasdan bizni tinglab turganingiz uchun tashakkur. Xayr, sog' salomat bo'ling. Tug'ilgan kunlarni yaxshi kayfiyatlarda davom ettiring opajonim. Rahmet, salamet olun. Omon bo'ling.